Diqqat, O'zgidromet haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosing va bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat, bugun va ertaga O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Bugun faqat Navoiy viloyatida va ertalab Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida biroz qor yog'adi. Ertaga 20-yanvar kuni faqat respublikaning janubi-g'arbiy hududlari bo'yicha kechqurun yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. 21-23-yanvar kunlari O'zbekistonning katta qismida vaqti-vaqt bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Haftaning birinchi yarmida havo harorati kechalari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduz kunlari 3-8 daraja iliq atrofida bo'ladi. Haftaning ikkinchi yarmida harorat asta-sekin kechalari 2 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari esa 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida ushbu hafta davomida harorat asosan kechalari 8-13 daraja sovuq, kunduz kunlari esa 0-5 daraja sovuq, 23-yanvarga kelib 3 daraja iliqqacha bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. 21-22-yanvarda respublikaning ayrim joylarida shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Tog'li hududlarda vaqti bilan qor yog'adi, qor ko'chish xavfi bor. Poytaxtimizda 19-21-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asosan kechalari 2 daraja sovuq, 1 daraja iliq. Bugun va ertaga kunduz kunlari 3-6 daraja iliq. 21-yanvar chorshanba kuni 7-9 daraja iliq bo'ladi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. 22-23-yanvarda vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Harorat 22-yanvarda kechasi va kunduzi 0-2 daraja iliq. 23-yanvarda kechasi 3-6 daraja sovuq, kunduzi 0 daraja atrofida bo'ladi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi, deyiladi O'zgidrometning xabarida.